Salam hurmatli obunachilarimiz. Bugungi ishimizning yana birisi Cobalt keldi akamiz. Mashinada yaqindagan ekan. Kiltning sostenasi bunaqay. Normal iznosi bo'lib ketgan. Hozir biz toza kilt berdik. Kiltning o'zi tishini yondirib olib keldik. Hozir endi buni ichine chip qo'yib, zapasnoy kilt qilib beramiz bunaqay. O'zinikindek. Mashin 2018 adashmasam. Ya 17 ya 18. Hozir bir kilit bilan polniy zamogi, bagaji, eshigi hammasini qilib beramiz. Mana ko'rib turganlaringizday zamogini yechib olganmiz. Zajigание mana bu yoqda yechib olganmiz. Plus eshikning zamogini yechib olganmiz. Agar sizlarda shunday kiltingiz og'ir ishlasa, masalan, zamokni ochib, eshikni ochmasa, ya ili bagajga tushmasa, xabarlashaverasizlar. Kiltlaringizni bir yedini kilt qilib, zamok zajigani, eshik va bagajni ochib qilib beramiz. Plus chip yozib beramiz, zapasnoy. Kilt muammosi bo'yicha xabarlashaverasizlar. Pastda nomer qoldiramiz.